Hop, assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana shu obyekt joyimizga keldik. Yana bir taxmon o'rnimiz. Bu yerga ko'rtirganimizda 3 ta katta shkafimiz joylashadi. Bunisi bu tarafda 2 ta eshikli, narigi tarafda 2 ta eshikli, o'rtada 4 ta eshikli shkafimiz bo'ladi. Hammasida polkali. Mana shu yerimizga xudo obshivka qo'yamiz. Kuzatib boringlar. Ro'paramizga xudo biz to'qinning naborini qo'yib berganmiz. Uni ham xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana uylarimizni ham chiroyli qilib remontini qo'yishibdi. Bizni ishimiz ham yanada ochildi. Ko'rib turganimizdek, shkaflarimizni tayyorlab berganmiz chiroyli qilib. Eng chekkada bitta katta shkaf, bu tomonimizda yana bitta shkaf, o'rtada ikkita shkaf qilib berganmiz. Bu tomonimizga mana ko'rib turganimizdek zontilarimizni uстановка qildik. Gazlarimizni joyiga qo'ydik. Hop, moykalarimizni ham uстановкalarini qilib, o'rnatib, suvlarni hop yurgizib qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu holatda chiqdi. Moykalarimizni ham mana minutka moykalardan qo'yishgan. Suvimiz davlenasi normalga, hisobda graduslar mana ko'rishib turar ekan, bitta. Albatta ishda yuvgani bo'ladi. Bu yerga mana suyuq sovun uchun bochkalarni ham qo'yib berganmiz. Hop. Moykalarimizni tegi mana moykalarimiz teglarini ham chiroyli qilib polkali qilib berganmiz. Hop, bu tomonga tortmalar qilib berdik. Tortmamiz tegiga mana ko'rib turganimizdek shkaf tushirib berganmiz. Hop, ikki tomon bir-biriga par bo'lgan bitta mana ko'rishimiz mumkin. Yoniga mana tortma tushirib berganmiz. Gaz yonida mayda-chuda narsalar bo'lishi mumkin. O'shaning hisobiga bekka tortma, bu tomonga ham qoshiq, o'shanga o'xshagan mayda narsalar qo'yish mumkin. Bu tomonimizga bitta katta shkaf tushirib berganmiz. Shkafimiz katta bo'lganligi sababli o'rtadagi polkamiz osilib ketmasligi uchun o'rtaga bitta tortqib berib qo'yganmiz. Bemalol ancha-muncha narsa og'irmi qo'yilsa bemalol ko'tarib turadi inshaalloh. Tepasiga mana kattagina shkaflar tushirib berganmiz. Mana ikkita polka 3 etajdan iborat. Ancha desa olardi.